Ko'pchilik Sonny Hayesga qarab mashinada yashovchi omadsizni ko'rishadi. Orzusini boy bergan qimorbozni. U eng zo'ri bo'lishi mumkin edi. Ammo men unda imkoniyatni ko'ryapman. Warner Brothers Apple Origin. Bu yigit aql bovar qilmas darajada iqtidorli. Lekin u juda yosh. Sen va u bum super jamoa. Oxirgi marta qachon g'alaba qozongansiz? Yaqinda, Daytonda. Uzr, men Formula 1 ni nazarda tutgan. Ha, unda sen qachon yetsang o'shanda. Jozef Kosinskidan. Top Gun Maverick rejissyori. Yangi poygachi ancha qari va kalta fahm. Lekin juda ham tez. Bir-biringizni biroz konstruktiv tanqid qilishga urinib ko'ring. Bunaqa ezma bo'lma. Maraz bo'lma. Qo'ldan kelgancha. Sen nimanidir yutdingmi? Hali trakda 20 ta haydovchi bor. Ikkimizni ham hurmat qilishmaydi. Brad Pitt. Ularning aytishicha Sonny Hayes oldin uddalay olmagan. Hozir ham qila olmaydi. Agar hayotimda faqat bir narsa qilishga imkonim qolsa, men haydashni tanlayman. Hech ikkilanmasdan. Men senga Formula 1 da ishtirok etishni taklif qilyapman. Agar sen yutsang, haqiqatan ham dunyodagi eng zo'riga aylanasan. Formula 1. Ushbu treyler Kino Insider Telegram kanali uchun maxsus dublyaj qilindi.